iPadni shunday joylaymiz mana bu joyga. Hoppa, endi o'yin tomosha qilamiz. Sizlar kutgan yoki sizlar kutmagan o'yin. Like bosib qo'yinglar. Ketdi, mana buni ham o'chirib qo'yamiz. Welcome to PUBG Mobile. Brightnessni kamaytiramiz. Brightness. Ana. Ketdi. Ramzes vs Timur. Nechta pobedagacha o'yin? Hozir Arslanboy o'zi aytgandi, 2 ta pobedagachami, 3 ta pobedagacha. Uchta pobedagacha. Bu degani ancha o'yin bo'lar ekanda. Ancha o'yin bo'lar ekan. Yotib olib tomosha qilsalaring bo'lar ekan. Boyagi chips balomatlarni olib kelib olaveringlar cho'chimasdan. Stream bo'laveradi, stream. Yaxshi, Ramzes 2-0 ga o'yinni ochib beryapti. 2-0 bilan. Timur balkim tren qilmasdan kirgandir. Hanikida boya ko'chaga chiqdim, chips olib kelmabman-da. Ichishga narsa olib kelganman lekin. Ma'murov nima sotib olishdi? Bu hali birinchi o'yin. Tegdi. Yo'q, reaksiyasi ish bermadi Ramzesni 2-1. Hozir hamma ekran zapis yoqqan. Okey. Evilda. Akkauntimni sotmayman. Ye. Akkauntingizni sotsangiz mabodo deb savol berildi-da. Hozir sotasizmi deb emas. Sotmayman akkauntimni. Ikki. Mayli, o'yinga e'tiborni qaratamiz, keyin ora-orada chatni o'qiyman. Yaxshi. Prям low HP, 0 HP desa ham bo'ladi. Timurda 3-2. O'zini portlatyapti. Bam. O'zini portlatish bormi shunda? O'zingiz ham o'ynaysizmi? Bular yutib finalga chiqqani bilan o'ynayman oxirida. Ramzes jonini to'ldirib bo'ldi. Timurning ham joni to'lyapti, lekin qochishga ulguradimi? Vo, gap yo'q. Timurdan chiroyli move. Yomon berdi. Ramzes kutmagandi. Qochib ketadi deb o'ylagandi. Yaxshi, 4-2. Ramzes nima qilyapti? Yana xuddi shunaqa holat. Timur 1 HP qolgan payti ota olmay qolyapti. Bu shoshilishmi bilmadim. Birinchi o'yin hali bu.
Bu hali birinchi o'yin. Hozircha hisob 5-2. Ya, ana. Bitta hit yedi, bitta tela yedi. Yaxshi. 5-3. Bu hali o'yin yarmi oldinda va yana 3 ta o'yin bo'ladi kamida. Shoshilmayapti Ramzes push qilishga. Timur qochib oldi. Qoch. Qani Ramzga o'tamiz. Ye. Yaxshi. Ramzes hisobni qisqartiryapti. Bir dona kill farqi bor yo'g'i. 4,5 minut vaqt bor oldinda. Hamma o'zini prediktini aytsinchi, taxminini kim yutadi birinchi o'yinda? Ramzesmi? Timurmi yoki Durang? 3 ta variant bor sizlarda. Hamma o'zini variantini yozsinchi. To'rt minut vaqt. Yaxshi, Ramzes. Voy, Timurdan chiroyli pik. 6-4. 2 ta kill farqi bo'lib qoldi. Yomon urdi lekin hozir. Ya, metga bormidi yo'qmidi? Yo'q, metga berdi, lekin bu metga kiradimi yo'qmi organizator? Metga berib sразу otib yubordi-da. Bo'ldi, Temur o'sha qizyapti. Metga ber, eshak yerdi. Rahmat Fediya, donat uchun. Ya, metga berdi, 1 sekund oldin berdi. Bitta metga berib sразу otishni boshladi. Shu joyida ko'rib chiqish kerak. Shunda ham bir dona kill farqi baribir. Ko'ramiz. Close fight. Ramzes. Yaxshi, Ramzes. 6-6 qilyapti hisobni. Boy, bitta minus kill bo'lsa agar shuni hisobga olmaganda. Yaxshi. 7-kill ham. Ya, avtopodbor yoniq ekan shekilli. Ya! Chek var ishi. Bilmadim, Ramzes juda ham shoshilyaptimi? Ko'p mashina xato qilib qo'yapti. Timur bir xafa qolgan payti urib qo'yapti. Ay. 1 minut vaqt. Timur yana konteynerga chiqib oldi tepaga. Temur naryoqda yuribdi. Orqada. Aytganimdek. Chat, like bosmasdan stream ko'rayotganlar bo'lsa like bosinglar.
Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa shou-machlar haftada har yakshanba kuni bo'ladi. Ayo, bo'ldi, bo'yinda yutdi Timur. Timur agar Ramzesda boya bitta minus killni ham hisobga oladigan bo'lsa, o'sha birinchi o'yin GG. Yaxshi. 7 sekund 2 ta kill qilsa. Oy 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 oy, xarosh. 8-8 bilan tugadi o'yinimiz. Endi lekin boyagi minus kill degan joyim aniq minus kill emas, uni organizatorlar ko'rib chiqish kerak. O'zlari ham stream bitta qaytarib ko'ringlar-da, nechinchi kill edi?